Qo'ying, Ikramjon uka. Buninguz juda bo'lmaydi. Saliyev Ikramjon Iminovich 35 yoshda. Ostun turg'uni. Sen bir kishinin o'shaqda kafesin remontlab berem deb turib 200 ming so'mga so'rabsizlar. 100 mingini alib olib предварительно. Mına az gelem dep turib, oşunlar gelbey kaçıp ketsin. Telefonlarың бар өчүк экен. Ikramjon uka, juda болбойт бул. Андыктан тез акчаны аткап келип кой. Мына көрүп койгула фотографиясы. Мен сүйлөп турган замат чыгат. Салиев Ikramjon Iminovich. Анан телефондорду өчүп алып качып кеткен экенсиң. Телефонду өчүрсөң да менин видеомо эч кайда ача албайсың. Uka, buninguz juda bo'lmaydi. Aqchani olib kelib qo'ying ortga o'stay. Shunaqa. Men Qanat aka bilan ish dogovor qildim 220 mingga. Через Avaz aka orqali, xudo xohlasa inshaalloh hozir 30 ming avans oldim. Ertadan bolalar kelishni boshlaydi. Men narimondan bo'laman. Hali fikram. Buyursa akam ham aldaydi meni inshaalloh. Dogovor deyman. Общий summasini aytib qo'ydingmi? 220 ming aytib qo'ydim aka.